Nima uchun umra paketlari 700-800 dollar emas? Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilar va yakat uz kanalimizning ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Abdurahmonjonning ofislariga kelganmiz, ya'ni Umra jamiyat ofislariga. Assalomu alaykum. Abdurahmonjon, aka yaxshimisiz? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Mana bir qancha obunachilarimiz Abdurahmonjon bilan bog'lanishib, Umra ziyoratiga borib kelishyapti. Alhamdulillah, Ilohim sizga ham nasib qilsin. Inshaalloh. Abdurahmonjon, charchamayapsizmi? Rahmat aka. Rahmat. Sharoitlar qanaqa bo'lyapti? Reyslarimiz qaysi kunlarga bo'lyapti? Xo'p, xudo xolasa sharoitlarimiz ancha yaxshi aka. Xudo xolasa reyslarimiz Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namangandan reyslarimiz har 2 kunda bir bor aka. Har 2 kunda reyslarimiz bor, xudo xolasa. Sharoitlarimiz ham ancha chiroyli. Sharoitlarimiz shu mana aeroportdan boshlab boshlanadi aka. 50 boshi hamrohligida aeroportga borilganda somka, kamzul, bejik vizalar beriladi. Madina Munavvaraga boriladi aka. Ya'ni reyslarimiz o'zi qarang. Madina Munavvaraga va Jidda shahriga tushadi. Jidda shahri tushadi va ziyoratimiz birinchi shu Madina Munavvaradan boshlanadi. Birinchi bo'ladi. Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz bo'ladi. 2 mahal issiq taomlari bo'ladi aka Madina Munavvarada. Albatta. Endi hozir mana juda ko'p joylarda ko'rib, eshitib ham qolyapmiz. Bir xil joylarda 600 dollar ham, shunaqa 700 dollar ham qo'yilyapti. Nima? O'shani bir tushuntirib bersiz obunachilarimizga. Ha, endi avvalambor aka bu narxlarni arzon bo'lishligi bu joylarda ko'pligidan va o'sha ziyoratchilarni ko'proq jalb qilishligidan bo'ladi. Ikkinchi tomonlama bu narxlarda endi ziyorat paketlari aka asosan ekonom bo'ladi. Ekonom paket bo'ladi aka. Iloji yo'qda. Ular ekonom paket bo'ladi. Misol uchun Madina Munavvarada bir kecha bo'lishi mumkin masalan, yoki taomlarda bir kamchilik bo'lishi mumkin. Va haramgacha bo'lgan masofasi, misol Madina Munavvarada bizning mehmonxonalarimiz hozir aka 450 metr atrofida joylashganligi. Endi unaqangi ekonom paketlarda bo'ladigan bo'lsa aka 800 metr atrofida joylashishyapti masalan. Yoki bir Makka Mukarramadagi mehmonxonalari haramgacha bo'lgan masofasi uzoq bo'lyapti aka. 2 kilometr, 3 kilometrga cho'p ketyapti masalan-da. O'shani hisoblarga aka bu narxlar arzonroq chiqib qolyapti. Lekin bizda aka, bizda unaqa emas. Bizda o'sha standart plus paketimiz aka. Ya'ni qulay sharoit. Madina Munavvara. Albatta, malakali 50 bosh, u 50 boshlarimiz aka bir kechaga 50 boshlar emas. 3-4 yildan beri, 5-6 yildan beri o'sha yerda xizmat olib, o'sha yerda duo olib 50 boshlar aka. Pas bilan bilishadi, boshqa qilishadi. Madina Munavvaraga shu ziyoratchilarimiz aka bizda 2 kecha 3 kunduz turishadi. Birinchi shu Madinada ziyorat boshlanadi. 2 kecha 3 kunduz Madina Munavvarada ziyorat qilishadi. 2 mahal taom beriladi. Keyin nima qilishadi? Eng asosiy narsasi hozirgi paytda dolzarb bo'lyapti. Ko'pchilik nimalarda Ravza-i Sharifga kirish muammosi bor. Ya'ni bizlarga obunachilar ham, keyin ko'p aloqaga chiqqanlarni so'rashyapti-da. Ravza-i Sharif qanaqa bo'lyapti boshqa? Bizda Xudoga shukr shu paytgacha har bir ziyoratchi bizdan borgan har bir ziyoratchi Ravza-i Sharifga kirishga muyassar bo'lishdi. Albatta kirishadi va bundan bari ham kirishadi xudo Inshaalloh. Inshaalloh. Endi har kim ham misol uchun ota-onasini kimdir oilaviy borgisi keladi. Endi qulay sharoit, malakali eli boshlar bilan borgisi keladi-da. Aynan mana shu Umra jamiyatini biz obunachilarimizga tavsiya qilamiz. Mana 2-3 oydan berisiga mana shu Umra jamiyati bilan hamkorlikda ishlab kelib, sizlarga taklif qilib boryapmiz. Akalar gapni ochig'ini aytganda, juda ko'plab obunachilarimiz mazza qilib ibodatlarni qilib kelishyapti. Nimaga borgandan keyin 14 kunlik paketimiz 14 kunlik. 14 kunlik. 2 kecha 3 kunduz Madina Munavvarada bo'lishadi. Ravzaga albatta kirishadi va bitta tomoni bor, yana Madina ziyoratlari bor-ku, ya'ni Madina ziyoratda nimaga chiqishadi? Uhud tog'iga, Qubo masjidga borishga Madina ziyoratining oxirida Xurmo bog'i bor. Xurmo bog'iga borishganda ko'pchilik nimalarda bas bizniki alohida ajratib turadi. Ya'ni Xurmo bog'iga ziyoratchi olib borib turib, xurmo rastalarida savdo qilinglar, keyin ketamiz deyilmaydi. Xurmo bog'iga olib borib, ziyoratchilar bilan birga o'sha yerda Xurmo bog'ida ozgina bir ziyofatimiz bor. Ya'ni osh tashrif qilingan. O'sha yerda ziyofatda bir 50 boshimiz ozgina bir ma'ruza bilan madaniy va ma'naviy oziq olib kelishadi. Inshaalloh. Ziyofat bo'ladi. Keyin Makka Mukarramada Shinam pokiza avtobuslarda Makka Mukarramaga borishadi. 50 boshi o'sha umra amallarini, umra qonun qoidalarini tushuntirib, 50 boshi. 50 bosh birgalikda Shinam pokiza mehmonxonaga joylashadi Makka Mukarramada ham. Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bor aka. Ovqatlar bo'ladi. Ovqatlarimiz bo'ladi. Masofamiz ham 1,5-2 kilometr aka.
Ha. Haramgacha 5 ta avtobusi bor. Avtobuslar bor. Avtobusdan muammo yo'q, xudo xolasa. Keyin yana bir tomoni Makka Mukarramada ham ziyofatimiz bor-da, keyin qizig'i. Hatto sayohatlar ham bo'ladi. Sayohatlar ham bor. Qani bitta ziyofat Madina Munavvarada, yana bitta ziyofat Makka Mukarramada aka. Ana. Makka Mukarramada Rojihin masjidi bor. Rojihin masjidida ziyoratchilarni o'sha yana bir osh tashkil qilib, ziyofat uyushtirib, yana o'sha yerda ham Makkada ham haligi madaniy va ma'naviy oziq olib kelishadi. Sayohatga keladigan bo'lsa, sayohatlarimiz ham bor. Qizil dengiz sayohati albatta bor aka. Chiqiladi. Albatta Qizil dengiz sayohatiga chiqib Xohlovchilar. xohlovchilarga albatta bor. Lekin bu bir firma tomonidan qilib beriladi. Xohlagan odam chiqib kelsa muammosi yo'q. Xo'p, hozirgi kunda paketlarimiz dekabr oyi, mana 2025-yilda oxirgi oyida Albatta. paketlarimiz qanaqa bo'lyapti? Xo'p, aka, hozirgi paytda 2025-yilda eng oxirgi dekabr oyida paketlarimiz aka, bilgan bo'lsangiz o'zi biz oyma-oy paketlarimizda narxi deyarli uncha o'zgarmaydi. Ha. O'zgarsa ham katta farq bilan o'zgarmaydi. Hozir misol uchun mana dekabr oyida narximiz $1100 aka. $1100. $1100. Xudo Endi, xolasa inshaalloh. Yana misol uchun oilaviy, misol uchun ko'pchilik borib olishadigan bo'lsa, bir chipcha skidkalar ham bor. Endi misol uchun mana quyidagi raqamlarga aloqaga chiqishadi. Aha. To'lov ma'lumot olman deganlar, bir naqdga nima qilgan aloqaga chiqishsa, call center bolalarimiz bor. O'sha bir 5-6 kishi bo'lib olishadi, boshqa bo'lishadi. Mayli, uni bir yo'llarini ko'ramiz aka, chiroyli. Xudo xolasa. Bizni obunachilarimizga albatta ozmoz Albatta. chegirmalarni qilib Bo'ldi berishib aka. borishyapti va juda ko'plab obunachilarimiz borib kelishyapti. Alloh Inshaalloh sizlarga ham tavsiya qilamiz. Alloh chaqirsin ilohim. Inshaalloh. Va eng ishonchli nima deydi? Umra jamiyati. Abdurahmonjon bilan bog'laninglar. Malakali ellikboshilar, albatta aytib o'tganimizdek qulay sharoitlar sizlarni kutib turibdi inshaalloh. Pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Pastki raqamlarga safarda yurgan birodarlar aloqaga chiqsa, bemalol WhatsApplarimiz aka 24/7 ishlaydi. Musofirda ishlayapti. Musofirda ishlayotganlar Albatta. hammalari chiqishda bo'ladi aka, muammosiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga omad, bizga ham ziroylashmanglar. Sog' bo'ling.